Xomut fasonini kombinatsiya qilib tikishni bu darsligimizda o'rganamiz. Kombinatsiya qilayotgan vaqtingizda xohlasangiz gulsiz ikki xil matodan yoki gulli, gulsiz matolarni aralashtirib tiksangiz ham juda ham chiroyli chiqadi. Oldini qanday kombinatsiya qilgan bo'lsangiz, orqaga ham xuddi shunaqa detallarni qo'shsangiz juda ham chiroyli chiqadi. Bitta andozadan koftichka va ko'ylakni bemalol tikib olsangiz bo'ladi. Demak, bizga har doimgidek Mariams metodi bilan tayyorlangan asos andozamiz kerak bo'ladi. Oldin asos andozamizni oldim va shunaqa formani chizib oldim. Siz ham o'zingizga yoqqan formada chizib olsangiz bo'ladi yuqori qismini va albatta kamida 4-5 bo'lakka joylashtirib bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Bu bo'laklarimiz nima uchun kerak bo'ladi deganda, albatta biz xomutni bichishimiz uchun. Xomut fasonini bundan oldingi darsda boshqa yo'nalishda modellashtirib bichilishini ham ko'rsatib berganman. Endi biz bugun boshqacha modellashtirishni siz bilan o'rganamiz. Bo'laklarga bo'lib olganimizdan so'ng albatta oralarni raqamlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu har doimgidek ketma-ketligini to'g'ri qo'yishimiz uchun. Mana shu raqamlab olgan joylarimizni yuqoriga alohida ko'z shaklida tikishimiz kerak. Bu yerda eng qulay tarafi ikki xil matoda bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ya'ni yuqori qismini yupqaroq, pastki qismini agar xohlasangiz qalinroq matoda ham foydalansangiz bo'ladi. Birinchi bo'lib yuqoridagi chiziqlarni chizib olganimizdan so'ng ko'krak va bel chiziqlarimizni mana shu chiziq yordamida modellashtirib olamiz. Modellashtirib alohida ajratib olganimizdan so'ng hozirgina aytib o'tganimdek yuqori qismini albatta ko'z shaklida bichishimiz kerak bo'ladi. Nega deganda yuqori qismida xomut fasoni bo'lgani uchun. Xohlasangiz mana shu bo'lagini pastini ham bemalol ko'z shaklida bichsangiz bo'ladi. 90 gradusli burchagimizni 2 ga buklaganimizda 45 darajaga to'g'ri keladi. Liniyada men buni ko'rsatib beryapman. Albatta mana shu 45 darajada ko'z qilib matoni enini bo'yiga yopib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu burchak qismidan foydalanib biz ko'ylakni yuqori qismini, xomut joyini bichib olamiz. Burchaklarini qaytarib ichiga bichganimizda, ya'ni aptachkasi ham o'zi bilan birgalikda bichiladi. Xomutni yuqori qismi 2 qavatli bo'ladi. Pastki bo'lagini xohlasangiz mana shu ko'z turgan joyga qo'yib birga bichsangiz bo'ladi yoki to'g'ri bichimdan foydalanib bichsangiz ham bo'ladi. Mana shunaqa yuqorisini ko'z qilib bichganingizda xomutlari juda ham chiroyli shaklda ko'rinishda bo'ladi. Xohlasangiz mana shu xomut turgan joyini siz gullik matolardan foydalanib ham tikib ko'rsangiz bo'ladi yoki xomut joyini gulsiz matodan tikib, ko'ylakni o'zini gullik matolardan, printlik matolardan tiksangiz juda ham kombinatsiyasi yana ham chiroyli bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek burchaklarini qaytarib, oralarini ochib men xomut fasonini bichib oldim. Pastki tarafida men to'g'ri bichimdan foydalandim. Siz ham mana shunday qilib andozlarni tayyorlab, yuqori qismini albatta ko'zda xomutni olishni unutmang. Siz kombinatsiya matosini tanlayotgan vaqtingizda albatta ranglari bir-biriga uyg'un tushadigan matolarni tanlab bichganingizda yana ham bu bichimdagi xomutlar juda ham chiroyli, go'zal shaklda bo'ladi. Mana biz bu darsligimizda sizlar bilan xomut fasonini albatta kombinatsiya qilib bichishni o'rgandik. Orqasini ham oldiga moslashtirib o'zingiz chiroyli formaga keltirib olsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa faqat oldini o'zidanla foydalansangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, Mariams metodi bilan har qanday modellashtirish juda ham oson. Mariams metodi bilan 4 oylik standart kurslarimizda o'qib, to'liq metodni o'rganib, o'zingizni sohangizni yana ham rivojlantirishni xohlasangiz, professional darajada bu sohani o'rganishni xohlasangiz, albatta izohlarda plus qoldiring va biz sizga to'liq ma'lumotlarni yuboramiz. Bu bizni eng unikal metodimiz. Bez primerka, har bir andoza to'liq qomatga qolipdek tushadi. Sizga bichganingizdan so'ng ish mobaynida hech qanday asnarovka kerak bo'lmaydi. Demak, bir marta bichamiz va tezgina tikamiz.